Jamiyat tezkor rivojlanishda davom etar ekan, har bir sohada islohotlar nafasi tobora ko'rinib boryapti. Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish haqidagi bir qancha qarorlar ham bu yo'nalishda xalq uchun manfaatli ishlar amalga oshishida muhim omil bo'lyapti. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq fuqarolik jamiyati institutlari davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda. Xususan ular tomonidan turli grantlarning e'lon qilinishi jamiyatimizdagi ba'zi bir kamchiliklar yechimiga sabab bo'lyapti desak xato emas. Ushbu grantlardan asosiy maqsad ham birinchi o'rinda fuqarolik jamiyatini mustahkamlash, ijtimoiy faollikni oshirish va jamiyatdagi muammolarni hal etishda nodavlat, notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari va boshqa fuqarolik institutlarini qo'llab-quvvatlashdir. Shuningdek, ijtimoiy muammolarni hal etish, masalan, ekologiya, ta'lim, sog'liqni saqlash, gender tengligi, yoshlar va nogironlar huquqlari bo'yicha loyihalarni moliyalashtirishdir. Demokratik qadriyatlarni rivojlantirish, fuqarolarimizning huquqiy ongini oshirish, oshkoralik, korrupsiyaga qarshi kurash va axborot erkinligini rivojlantirish ham maqsadlar dastlabdan o'rin olgan. Bobur nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida davom etgan davra suhbatida mutasaddilar belgilangan grantlar va ularni yutib olish haqida yig'ilganlarga tushunchalar berdilar. Bu seminardan asosiy maqsadimiz ngo.uz platformasi orqali nodavlat nojo'ya tashkilotlarimiz loyihada ishtirok etishlari va bu loyihalarda manzilli muammolarni o'rganib, ana shu manzilli muammolarni o'z joyida bartaraf etish maqsadida loyihalarda ishtirok etish. Bu loyihalarga qo'yilgan mavzular kuni kecha mana respublikadan bir qancha ishchi guruhlar kelib, Andijon viloyatidagi chekka hududlarni muammolarini o'rganib, mahalliy infratuzilmalarini o'rgangan va chekka ko'chalardagi suv muammolari, elektr muammolari va yo'llarni ta'mirlash muammolari, tibbiyot sohalari bo'yicha va kasalliklarni davolatish muammolarini o'rganib, Oliy Majlis huzurida jamoat fondiga loyihalar orqali takliflar kiritildi. Ko'pincha nodavlat notijorat tashkilotlarimiz jamoatchilik asosida ko'plab targ'ibotlar, korrupsiyaga qarshi kurashishda aholini jalb qilish, mana shu holatlar bo'yicha juda ko'p takliflar kiritishgan va hozirda nodavlat notijorat tashkilotlarimiz mana shu korrupsiyaga qarshi kurashish mavzulari bo'yicha bir qancha loyihalarda ishtirok etishyapti. Albatta bugun amalga oshirilayotgan har bir islohotlar zamirida inson omili birinchi o'rinda. Qiziqarli savol-javoblar bilan davom etgan davra suhbatida so'zga chiqqanlar fuqarolik jamiyati institutlari grantlarining maqsadi mahalliy hokimiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtiroklarini rag'batlantirish ekanligini, shuningdek, innovatsion ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlab, yangi g'oyalar va yechimlarni sinovdan o'tkazib, muvaffaqiyatli tajribalarni ommalashtirish ekanligini ham aytib o'tdilar.